Ovoz keldi. Nasılsınız? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Endi bizniki hozirgi başlayan dersimiz Munyatul Musalli va G'unyatul Muqtadi degan bir fiqhiy kitob bor. Shuni boshlaymiz. Endi bu kitobning ismi Munyatul Musalli va G'unyatul Muqtadi. Ya'ni Munyatul Musalli degan gap namoz o'quvchiniki orzusidagi kitob. Ya'ni orzusidagidek orzusi degan gap bo'ladi. Va G'unyatul Muqtadi degan gap ya'ni yangidan boshlagan kishiniki asosan ehtiyoji hammasi qondirilgan qolgan narsalarni yani nima zarur bo'lgan bo'lsa shuniki ehtiyojni qondiradigan narsadir bu, ya'ni materialdir, kitobdir degan gap. Muniyat degan gapning o'zi ya'ni mana yamni degan yani orzu, anna, muniyat, umniyat nima deydi. Undan keyin bu yerda orzu, armon degan nima gap bo'ladi. Hem bu ahdi degan bir gapim bor. Namoz o'quvchiniki orzu armonlari degan gap bo'ladi. Hamda bu kitobni o'qigan odam shu namoz ya'ni ahkom masalasining o'zida o'ziniki asosan ehtiyojini qondirdi degan nima u gap. Mana bu gapniki hamda bu kitobniki arab ismi Munyatul Musalli va Munyatul Muqtadi. Uniki uyg'urcha ma'nosi ashandi. Endi bu kitobniki o'zini yozgan odam bizdeki Uygurlarınki içinde çıkan yani Ebi Abdullah Muhammed İbni Muhammed el-Kaşgari diyen adam yazgan Arapça bir kitap. Yani bu adamniki yaşayan devrinin izi yani hazırki vakitteki izi 1400 yıl olan olsa bunun 700 yıl burun bizdeki diyarımız Kaşgar'da vücut gelgen şart olgan bulup o yerde ağzın bulup onundikin şu vafat olganlığı şu 705 yılki hicriniki şu to'lg'an vaqti hamda nima vafot bo'lgan vaqti ana undan keyin 60 yil 70 yil işte ömür ko'rgan bo'lsa u chog'ni o'zida yani 640 yil 650 yil atrofida tug'ilgan bo'ladi. Endi Qashqari degan bo'lgandan keyin yer shariniki ichida bir dona Qashqar deydigan bir yurt bor. U bizniki Sharqiy Turkistonniki shu vaqtda tortib qadimiy bir shahar bo'lgan, bir qancha qatim ana bu yilki ham davlatniki poytaxt bo'lgan ashula bir joy, qadimiy bir joy. Shu yerda tug'ilgan odam ekan. Ya'ni tarixiy hijratdan keyin 705-yilda tug'ilgan. Bu odamning o'zi shu Qaraxoniylar sulolanining davrida Mahmud Qashqari deganidek ashtaq odamniki davrida shushaydi. Chunki u davrning o'zida bizniki diyorimizniki o'zida Sharqiy Turkistonda bu ilm irfonni o'sha bak taraqqiy qilgan bir vaqt edi, gullangan. O'sha har olimlar chiqqan. Ammo bizga yetib kelgan Mahmud Qashqari, Yusuf Qasojib va uni boshqa meni hozirgi mush odamniki deb Bunyatul Muqtadi va uni boshqa bir qancha ism deyilgan boshqa bir olimlarimiz ko'p bor. Shu olimlarniki yozib qoldirgan asarning ichidan bizni qo'limizga yetgan hozirgi Bunyatul Musalli va Bunyatul Muqtadi degan kitob shu. Mana bu kitobniki yozgan odam bizniki Uyg'ur millatining ichida chiqqan arab tilini %100 bilgan odam bu odamning kitobi. Bu odamning o'zi shu haramda 16-17 yil turibdi ekan. Haramning o'zida Makkada tug'gandan andiki bu odam shu Yamanga berib, Yamanniki Taz deydigan bir shahar bor. Shu yerda yashab bu odam u yerda o'lib ketibdi ekan. O'lib ketib shu jarayonda bu odamniki bir qancha mashhur kitoblar bor ekan. Uniki ichida Muxtasaru Asadu G'obat deydigan
şu İbn Esir'ninki bir muhtasarı Esed-u Gabat, yani nime sahabe deydiğin bir kitap. Sahabenin üçü tercümanı yazgan. Bu onun da başka Mucem-u Garaib, Mucmeu Garaib degan aşında bir kitap var ki bu adamın bir kançını kitap var ki. O kitabını bağmışım da o kitabını da aktarıp basarmazdı tapamadık. Yani bizim yetip gelgen bu kitap mı şu? Bu kitapni şu bizniki Uyg'urning ichidan chiqqan rasmiy olim bo'lgan Ash Muhammad ibn Muhammad al-Kashqariy deya adam yozgan kitap. Yani bu kitapniki yezilish shakli, yezish mazmuni nima desa, bu kitapniki yezilgan ichidagi mazmun, yani ahkam, fiqh ahkamniki ustida yezilgan kitap. Yani fiqh ahkam degan gap, yani bu nima desa, yani bir adamniki kundalik ibodat qismiga, yani bir mo'min musulmonniki kundalik lozimat bo'lgan ashundoq nazkiralarni uni qandoq qilish qilmaslik deb uni belgilaydigan mushundoq ishlarning o'zini deydi ahkam deydi. Mana buni o'zi far'iy ahkam deb ataladi. U anadagi usul fiqh deyotgan ashunda nima olgan, uni xulosa chiqarilgan usul fiqhga asosan usul fiqhiniki o'zi Qur'on bilan hadisni asos qilib andikin ahkam masalasi o'zida mujtahid olimlarning o'zi bu yerda nima qilgan, uni xulosa chiqargan. Chiqargandan anadan bu Qur'on hadisniki o'zida u hukm chiqarishda bir usul bor. Uniki ismi ne deb ataladi, u fanning o'zini usul fiqh deb ataladi. Ma unidan hukm chiqarib, Qur'onda ma oyatga asosan mana mandaq chiqargan, hukm mandaq bo'lar ekan. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem mandan hadisga ma'no chiqsa manda hukm bo'ladi ekan deb usulni berkatdi, usul fiqh. Yani bunu chiqargan hukmning o'zining bo'ladi u, mana bir mo'min musulmon uchun, ayol uchun kundalik 24 soat lozim bo'ladigan shu hukmni chiqargan gap. Buni deymiz uni hukm, uniki fiqh deb ataladi. Chunki fiqh degan gapni, tushuncha degan gapni, tushuncha degan gapni o'zini Qur'on bilan hadisning o'zini usul fiqh qoidaga asosan o odamning o'zi tirinishib, tadqiq qilib, izlanib, ashundoq jafo tortib, ijtihod degan gap shu. Ashda chiqargan nima mumkin? Men mushu e'tibor bilan buni nima deb ataldi, uni fiqh deb ataldi. Fiqh deb nima qildi, buni ataldi. Fiqh deb atalgandan keyin biz hozir o'qiyotgan bu kitobniki asos mazmuni fiqh ahkomniki ustida to'xtaladi. Bizning islom dinimizniki ta'limot, yani islom din ikki xil. Yani ikki bo'lak bo'linadi. Birisi e'tiqodiy, yana birisi ahkam, yani amaliy ahkam tarafdan. Bu amaliy ahkamdagi o'zi, yani e'tiqodiy emas degan gap bo'ladi. Yani bu e'tiqodiy bo'lgan usuli din bo'ladi, u dinning jildizi deb. Uniki yana birisi, yani usul fiqh, yani usul fiqh degan gap, yani hozir deganimizda o'sha Qur'on hadisniki o'zidan ahkam to'g'riliq amaliyotda inson, mo'min, musulmon bo'lgan odam o'zi amaliy maydonning o'zida qandoq ishni qilsa bo'ladi, qandoq ishni qilsa bo'lmaydi deb chiqargan ashlasini o'zi nima bo'ladi, u usul din ya usul fiqh deb ataladi. Bu amaliy bo'lgan nima, u qism. Unda olganki biz o'qimoqchi bo'lgan bu kitobning o'zi bizniki kundalik faoliyatimizga biz asqatadigan. Biz endi mo'min, musulmon bo'lgandan keyin bizga nisbatan bizniki barliq harakatlarimiz o'zi, mayli ibodat bo'lsin, tijorat bo'lsin, mayli iqtisod, mayli diplomatik yoki oila, taloq yoki nikoh bo'lsin, yoki da'vo yoki jihad deganlik mushtaq narsa shu bo'lsin. Qurbonlik deymiz, bayram deymiz, jinoza namozi deymiz, zakot deymiz. Mushundoq, ya'ni bu ijtimoiy munosabat, diplomatik munosabat, urush, jihad, mushniki hammasi nima? Amaliy faoliyat bo'lgan, amaliy harakat bo'lgan bir qiliq. Men mushu qiliqniki o'zini mana bu qandoq qilamiz? Uni qiliqniki o'zida kundalik, ya'ni odamning o'ziga amaliy jarayon dunyoda lozim bo'lgan bu asqatadigan narsa. Unda o'zimiz ko'nglimiz qolganicha bo'lmaydi. Biz ham mo'min, musulmon bo'lganlikka bizniki bu e'tibor bilan bizniki jazman bir Qur'onim, bir kitobimiz bor. U kitob qolgan Qur'on bilan hadis. Unda o'lgan buni asosan chiqargan shu hukmni ekanligini fiqh deydiganmiz. Bu kitobniki yezilishi fiqh ahkomning ustida to'xtaladi. Endi bu kitobning o'zini bu odam nihoyat obdan yezibdi, nihoyat chiroyli, ya'ni replika shu amniyat uyg'un. Bir mo'min bo'lgan, musulmon bo'lgan odamga nisbatan mo'min, musulmon degandan keyin
İslam dini kirgenlik birinchilik odam nima lozim bo'ladi? Namoz. Namozni devetib qoldik. Namozni bir qancha shartlar va ma'ma farzlar va o va ma va mani pokiz bo'lish kerak deb, uniki birinchi sharti pokiz bo'lish kerak, tahoratni gibini qiladi. Bu nima muvofiq. Buni Qur'ondan, hadisdan dalilni keltirib, buniki farz ekanligini nimaga asosan deymiz. Ha, buni sunnat ekanligini nimaga asosan deymiz deb, hammasini dalil keltirib orqali bir-birlab ifodalab qilgan nima u kitobga. Yani bu nima u muvofiq ham biz Uyg'ur milletiga Uyg'urniki ichida chiqqan mushunda kitobni o'qish orqali o'qisak, o'shanizda eng to'g'ri bir shaklda bo'ladi. Chunki u odam bizning Uyg'ur millatining qanday bir millat ekanligini, qanday bir mijoz, qanday bir madaniyat ekanligini biladi. Shu qilish orqali bu odam cho'ng'ilib, shudan Qur'on yozishga asoslanib qolgan yana fiqh va uning boshqa mashhur ulamolarimiz kitobi u yerda o'qib, uni tadqiqlab yozilgan kitob. Noliki bu kitobning o'zi bak nima o bizga bak muvofiq ham bizniki o'zimizniki nimasi o olimi bu. Endi biz o'qimoqchi bo'lgan men bu kitobning o'zi fiqh ahkam bo'ldi, ismini o'qidik. Bu kitobniki yozgan odamni bildik. Undan bu kitob nima mazmunda bo'ladi ekan, buni o'qidik. Jazman bir kitobni, bir masalani bir ish qilmoqchi bo'lgan bo'lsa, bu odamning o'zi jazman o qilishninki oldida bir qancha nima var, maqsad var, g'oya var. Bunu bilish kerak. Ya'ni biz nima o'qimoqchi, nima qilmoqchi masalan, uni qilib biz nimaga erishmoqchi, buni bilish kerak. Undan keyin o kitob bo'lgandan keyin o kitob kimning kitobi, nima mazmun so'zlaydi, buni bilish kerak. Undan keyin bu odam nerede yashaydi, ota-onasi kim, musulmonmi deganidek, mushta bir qancha narsa bor. Biz buni foyda olib kelgan narsa nima? Ziyon olib kelgan narsa mi? Foyda nima? Buniki andagi ilm, bu ilm bo'lgandan keyin buniki mavzusi, temasi nima deganidek buni aniq andagi bilsak, shu e'tiborla andagi o'qimoqchi bo'lgan ilmimizning o'zini yana ravsi obdan bir shaklda buni bilamiz. Bo'lmasa, o'qib boqay deb kelgan oldi kitob boqay deb o'qisak, o'chog'ning o'zida ozroq o'qib yo o'qimay zerikib qolamiz. Biz nima o'qiymiz? Nima ish o'qiymiz? Bu bak muhim. Undan keyin o'qigan kitob kimniki? O kitob bizniki ko'nglimizga niyat qilayotgan, o'ylanayotgan shu mazmunga mos kelamdi, kelmamdi. Bizning ehtiyojimizni shu kitobning ichidagi mazmun, mana uni qamdab beramdi, qanday qilganlarni aniq o'qisak, andiki buni rasmiy qiziqib, bilib, tushunib, mushtahni qilamiz, unga o'qiymiz. Bo'lmasa shu, o'qib boqay, mushtahab qilsak, o'shaningizda nima qani bir odam bir hayotning o'zida bir nishonga bir yer bormoqchi nishon bo'ladi. Shu nishonni shu bo'ylab bu odam g'oya qilib mang'udi. Mang'andan keyin shu jarayonda nishonga yetishman deb, shu yetaman deb, har xil ishlarni shu qiladi. Unda o'g'anki biz bu kitobni o'qib nima maqsadga, nima g'oyamiz bor. Buni shu bilishimiz kerak. Endi biz nima o Uyg'ur musulmon xalqi, ya'ni musulmon bir xalq. Musulmon degan islom diniga kirdi, islom dini bo'yicha amal qiladi degan gap bo'ladi. Unda o'g'anki bunuga asosan biz musulmon degan nima? Ya'ni bir odam, bir musulmon bo'lgandan keyin tunjilik eng nima muhim bo'lgan, qilmish qat'iy bo'lmaydigan narsa nima? Namoz. Masalan, bir qiz yo o'g'lon o'zi balog'at yetgandan keyin uning oldida o'rgatadi. Yetgandan keyin uningdan keyin birinchilik qilgan narsa nima bo'ladi? U zot farzini qat'iy qilmish bo'lmaydigan namoz bo'ldi. Namoz bo'lgandan keyin bizga nisbatan La ilahe illallah Muhammed Resulullah degandan keyin uningdan eng muhim amallarning ichidan zot unga to'g'ri kelmaydigan bir amal nima ekan? Namoz ekan. Undan keyin namozni eng muhim bo'lgandan keyin biz namozni qanday o'qish, qaysi xususiyatda, qaysi shaklda o'qishimiz bak muhim ekan. Muhim bo'lgandan keyin buni rasmiy bir to'g'ri shaklda o'qish uchun jazman buni berkitgan zot bo'lgan Alloh taolo nima dedi? Uningdagi buniki shar'iysi izoat va amaliyat ko'rsatgan zot bo'lgan Muhammad alayhisalom nima dedi? Buni nima qilishimiz kerak? Murojaat qilishimiz kerak. Chunki Alloh taolo Qur'oni Karimda nima deydi? Alloh taolo Qur'oni Karimda ya masharal insi val jinni. Ya, nima? Alloh taolo Qur'oni Karimda va ma xalaqtul jinna va insa illa liya'budun. Men insi bilan insonlar bilan jinni o'zini faqat menga ibodat qilish uchun nima qildim?
yaratdim deydi. Yani Allah Teala bizning yaratishdagi g'oya maqsad Allohga qulchilik qilish ekan. Qulchilik qilishniki eng yuqorisi nima ekan? Namoz ekan. Unda avvalgi biz dunyoga yaydik, Xitoy kofirlardek yeydik, ichdik, mana o'ynaymiz va hokazo emas. Biz Alloh yaratgan maqsadga asosan Allohga qulchilik qilishdan iborat bo'lgan bu shaklni qilish. Unda bo'lgankin bu qulchilik qilishning shaklini qanday ado qilamiz? Hamma odam o'zi qalb qilamdi? Yo'q. Unda bo'lgankin shu ibodatniki asos nimasi? Asos muhim bo'lgan nuqtalarning o'zi Qur'oni Karim deylik. Aniki buni payg'ambar alayhissalom rasmiy o'ziniki hadis sunnatlarida buni so'zi va qilg'i orqali buni shaylab izohlab berdi. Men unda varki şu arka andakin şu yol bilan anlatsak Allah Taala'nınki bizning yaratışdagi maqsadni o'zgacha yetgan bo'lganmiz. Ya unda qilmay, ha Allah yaratdi, Allah qildi, qarimiz yo'q. Bu ishni o'zi u boshqa yerga asos qilib, uni Qur'onni qilmay unda qilsak, u jonida bizni yaratgan maqsadga uyg'unchi bo'lmagan bo'lgan. Uning uchun shuni bizga nisbatan eng nima ibodatning yuqori namoz. Chunki namoz Peygamber sallam yetiştirgende bir mümin bilen kafirlik o'ttirisi farq nima dedi Peygamber sallam beynel abdi vel kufri terk salat. Mümin bilen Müslümanın o'ttirisi farq ben namozni o'qimas. Namoz o'qigan bo'lsa mu'min bo'ladi. O'qimagan bo'lsa nima deydi? Kafir bo'ladi. Shuningdek Peygamber sallamniki as-salatu imaduddin. Hemen terakaha fakat edemettin ve men aqama fakat aqamettin. Namoz degan islom dinimizdagi turiga. Kimki o türünü bilen namaz o'qigan bo'lsa islom dinimizni Türk asosan o'qizgan bo'ladi. Agar uni o'qimizgan bo'lsa yiqitayotgan bo'ladi deydi. Shuningdek Payg'ambar sallamniki mashhur hadis asosan Abdullah ibn Umarniki bunyal islom ala xamsin. Yani islom dinimizin o'zi 5 narsa ustiga to'xtaldi deydi. 5 narsa uchun to'xtalgandan keyin uniki birinchisi nima? Yani islom din bir bino o'xshaydi. Bino o'xshaydiki, o binoni ko'tarib turgan 5 narsa bor deydi. U qavm namoz. Bunun birisi tevhid, onunki namaz. Onunki zakat, hac, Ramza, roza ve muşu beş türü, muşu binadan ibaret olan İslam dinimizi kandaki binanın Türk tutmağında ben muşu nesli tutturduğu diyen çoğu bilsem. Bunda olanken namazdaki üze, şunu da zakat, roza, hac, bu İslam dinimizi Türk olanken biz bu İslam'ımızın resmi bakırışı için ve Kur'an'a uygun buluş için cezmen biz muşluğa amalga oshirish uchun mush to'g'ri yozgan ashta kitobni nima qilishimiz kerak ekan, uning uchun o'qishimiz kerak ekan. Ha bo'lmasa namoz o'qib jafo tortmish tariyatib ajaqib g'oyib qilishniki, uchun to'g'ri kelmasa u namozning o'zi to'g'ri ekan. Bu islomdagi ibodatning o'zi bir odamning fikr yoki bir odamniki tajriba asosan bo'lgan narsa emas. Bu narsa faqat Alloh taolodan Muhammad alayhissalomdan andagi sahoba orqali bizga nima qilgan u yetgan. Yani İslam dininin talimatı hiç qanday vaqtimizda bir mufakkir, bir dahi, bir yazgıcı yoki bir qonunshunos odamniki yozib chiqqan narsa emas. Bu ilahiy tarafdan kelgan, shu ilahiy tarafdan Muhammad alayhisalom tushib, unidiki bizga zanjir simon orqali mushtaq yo'tkilib kelgan nima deymiz uni? Ibodat deymiz. Bu deymiz. Mana namoz o'qigan bir odam mana uni har kun o'ylab topolmaydi. Manda o'qiymiz, uni o'qiymiz. Bu fakat Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem geldi. Yo'tkilib kelgandiki andikin Allohning shu rizolikka erishish, haqiqiy taqvo, muttaqi bo'lish, kofir bo'lmaslik, Allohning g'oyasi bo'lgan yaratishga uni ijob amaliyotda isbotlash uchun qanday narsa kerak ekan? Namoz kerak ekan. Namozniki endi nima deydi bu yerda bor endi. Mushtaq ekan. Unda bo'lganki biz uni boshqa namozdan boshqa butun ahkomlar bor. Hozir mush kitobda chiqadi. Namoz, zakat, roza, hac, nikah, talak, ilim setim, andikin vakalet, kafalet deydi, cihad, onun başka bütün diplomatik münasebet, muşu diğerlerinin hepsi yep içiş, kaysi aram, kaysi doğru memez, kim keçek, diğerler aile nikah, diğerler muşu hem neyse, diyhançılık, çarvıçılık deydi. Bana işlep çıkarış, ticaretçi, muşlukçılık lazım olan nesinin hepsi muş kitapta çok bak. Bunda olarken muşu okuş için biz bir kitabını okutmamız hazır, bunu okutmamız. Bunu cezmen okumsak çok olmaydı. Allah'ın rızalık iriş için. Onda olarken biz bu kitabı okuştaki maksatını okudu.
unla bo'lgandiki bu kitobniki asli maqsadi bo'lgan shu yerga keldi. Bismillahirrohmanirrohim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala Resulihi Muhammedin ve ala ve sahbihi ecmain. Ve ala alihi ve alihi ve ala Resul Muhammedin ve alihi ve sahbihi ecmain. Bismillahirrahmanirrahim. Men deydi bu adam, yani Muhammed Kaşgari degan adam, men Rahman Rahim bo'lgan Allohniki ism bilan bu kitobni hozir boshlayman deydi. Nimishqa bunday boshlayman deydi? Chunki biz dedik endi har qanday bir mo'min musulmon ayol bo'lgan har qanday ishniki jazman uniki Qur'on yozib uyg'un bo'lishi kerak. Uni kitobi bor. Ha mundaqda hayvonda ishlatek qopqon bitim yo'q. Unda shu ishni izidan bir yozuvchi bir adam o'z kitob yozmoqchi bo'lgandan keyin buni qarta u adam qanday qilish kerak? Andik bu qilib bo'lgandan keyin buni qarta Qur'on yozib uyg'un qilish kerak. Unda bu adam o'zini bu kitobiniki o'zini Qur'oni Karimniki beshida nim deb bor, bismillah deb bor. Unida boshqa payg'ambar alayhisolatu vassalomniki shundoq degan bir hadisi bor. Har qanday bir shalliq shavkatli ishning o'zi Allohning ismi bilan boshlanmasa, o ishniki oqibati qolmaydi degan, oqibati chiqmaydi degan mazmunda bir qancha hadis bor. Men shu hadis, shu oyatga asosan shu kitobining o'zini deb otadi, deb boshladi. Bismillahirrohmanirrohim deb boshladi. Shunga biz mo'min musulmonlarga nisbatan har qanday obdan yaxshi ishninki o'zini bismillah boshlash sunnat. Tamoq yeyli, suv ichili, mangli, turli, har qanday bir ishninki boshlanishi bismillah bo'lishi kerak. Mana bu nima? Shariatli ulug' ishninki nimasi shu bu. Bu bir nima? Sunnat. Endi bu odamning o'zi Rahman Rahim bilan bo'lgan Allohning ismi bilan boshlayman dedi. Endi hammamizga ma'lum nahvi sarf va uning boshqa balog'atni o'qigandan keyin bu e'tibor bilan nima bo'ladi? Buniki baniki o'zi harf jar bo'ladi, uniki mutaalliq mahsub. Uning mutaalliq nima? Mahsub. Endi bu yerda mutaalliq mahsubda bu yerda buniki mahsub ekanligi shu boshlamoqchi qilmoqchi odam nima ishni boshlagan bo'lsa, bu yerda shu qiliqniki fe'lini taqdir qilamiz. Masalan, namoz o'qigan bo'lsa, o'qimoqchi bo'lsa, bismillahirrohmanirrohim bo'lsa, Alloh Rahman Rahim taoloning ismidan namoz o'qiyman. Kitobni kitob yozmoqchi bo'lgan bo'lsa, boshlamoqchi bo'lsa, bu kitobning o'zi Rahman Rahim taoloniki ismi bilan boshlayman. Yemoqchi bo'lsak, men Rahman Rahim taoloniki ismi bilan yeyman, ichaman, kiyman, turman, mangman, turman degan oshi akulu yakulu aqra'u masalan abtadiu deganidek ashta narsani boshlaymiz. Bu shunday muallaqcha bo'ladi qisqa. Shunga ba'zi hozir yani o'zida Rahman Rahim bo'lgan Allohning ismi bilan deb qo'ydi. Bu mushg'aning qil. Ammo biz buni desak, Rahman Rahim, Rahman Allohning ismi bilan boshlaymaydi deymiz. Yeymaydi deymiz, u shuni tugaydi. Endi ism degan gapning o'zi endi ismi degan gap asli bavda ismning orlig'ida bir ilib mahsub bi ismi degan gap bo'ladi. Ishiltish bak jiq bo'lganligi uchun shu arab tilida bu ismning o'zini bu yerda i degan hamzani tushiryapman. Endi ismi degan nima? Ism degani bilamiz. Ana bir narsaniki atalg'u narsa. Shu narsa degan ma'noda ikkinchi bir narsa shu odamning zehniga keladi. Yani bunun deymiz, ism deymiz. Yani ismdeki adam degan gap. Mana Allohning ismi bilan. Allohning ismi bilanki Alloh degan hammamizga ma'lum butun koinot yo'q yerdan bar qilib, mana mushu holatga olib ketib qolgan birdan bir haq bo'lgan zotniki deybiso ismi. Buni dedi Alloh o'zi Qur'on, men Alloh dedi. Endi Rahman Rahim bo'lgan ism. Rahman degan gapning o'zi yana bu mushabbahan mubolig'a ism. Rahman Rahim degan gap mushu bunda bo'lgan ekan Rahman Rahim bo'lgan Alloh degan gap o bandalar bahrihim quvchi. Hem o Rahim degan gap Rahim quvchi degan gap. Endi bahrihim quvchi va Rahim quvchi deb ikki atishida, chunki Rahman siyg'i mubolig'a bo'lganki buniki siyg'i jiq degan gap bo'ladi. Unda bo'lganki Alloh taolaniki Rahman, rahmatiniki ashunda kafir, mu'min, musulmon, ayol hammasi arimasdan uni keng doirada in'om qilib ihsonchi qiladi. Men qilayotgan hozir narsa shu. Bundan dunyo kafir so'raladi. So'ragandan keyin hozir Allohning asli nima bu bizning aqlimiz bo'yicha mushundoq din deyotgan, yaxshi ishni qilayotgan, qo'shtoq odamlar hozir nimqotida hozir terrorist deb uni urib o'ldirib so'lab, mana mo'min musulmonlar avval yaxshi odam kim bermaydi. Mana bermay uniki Allohga qarshi turayotgan,
Ancak kişilerin o'ziga hech qanday bir adab bir narsa bermaslik kerak hozir. Hech qanday bir odam bermas, bir odam bizni gapini urmay, vaqirab, jag'irib qarshi chiqqan odam opirib so'rab, qandoq qiladini uni hozir so'raydi. Lekin Alloh rahmati olgandan keyin nima dedi Alloh Qur'oni Karimda? Sabaqat rahmati ala g'adabi. Meniki rahmatim, meniki g'azabimga oldida ketib qoldi. Ya'ni ish bir yakib qolgan bo'lsa, mening rahmatim oldida bo'ladi degan nima va oyat hadis bor. Shuning asosan Alloh taolo qarab boqsa, Allah deyotgan insonlardan, mana Allah deyotgan insonlardan Allah demayotgan qarshi chiqayotgan, shu ishni qilayotgan uqalloq rasmi uchiq oshkor ko'tarib ishlayotgan odam kuni hozir nima barohat. Barohat dunyoni hozir boshqarayotgandek. Men mushkul qolib, Rahman taolo, Rahman taolo ekan deb uning qo'lini bildi. Endi rahim degan gap, ya'ni Alloh taolo rahim qiluvchi. Bu rahim qilishi o'zi faqat oxiratda mo'min musulmonlarga rahim qilgan nima zot degan gap bo'ladi. Shuning bilan ikki sifatning o'zi ma'ni jihatda, mazmun jihatda, ma'ni jihat o'xshashsin rahmatli ish qilgan bo'lsa-mu, lekin buniki mubolag' bo'lish ham harfniki kam, ushuq va ziyoda bo'lishi e'tibor bilan buning ma'ni shunday chiqadi. Rahmanniki mansal harfsal jiqaroq, rahimning cho uning oz. Masalan, rahimniki 4, rahmanning cho 5. Bu harfni tarkib topgan. Unda o'yinki bu ma'ni shunday chiqishi sababchi shu. Onu deken andaki bu adam elhamdülillahi rabbil alemin deb nim qildi, boshladi. Mana Rahman elhamdülillahi rabbil alemin. Bütün maqtash olamlarningki Rabb bo'lgan Allohga nimadir? Xosdir deydi. Endi bu nihoyat muhim bo'lgan bir nima o so'z. Nima uchun elhamdu? Kur'an'ın 5'i elhamdu. Neyim için kitabın başkanı Müslümanlarınki kitaplarda Bismillah elhamda başlaydı. Hem de elham degan maqtash degan gap bo'ldi. Maqtash, yani bütün degan maqtashning o'zi shu degan gap. Bu yerda maqtash degan gapning o'zi bu yerda tavhid kelimasi. Chunki maqtash uchun degan gap, maqtash degan gapning o'zi Alloh olsun degan maqtadi degan gap u narsa ba mavjud degan gap bo'ldi. Ya'ni u zot bir ba o'zining sifatlaganda ashta olgan bir zot degan gap bo'ldi. Shu zotningki o'ziga Şu zatın özüge, bütün maqtaşның özü şu zatqa xasdır. Unda olsa əməliyyat kimin xataqma, kimin danlatımız azər? Kiçkina bir adam ilim oxub baş, katta ekan. Vay bir adam bir narsa şundaq chiroyli kiyimga, ajab chiroyli ekan, bak uzkan, bak qamlashgan, deb ashundaq go'zal, oy, chechak, uning boshqa gul deganidek har xil narsaning qilini yaxshi ko'ramiz. Bu yaxshi ko'rgandan keyin adam bak boy ekan, ma adam bak zil ekan, ma adam bak saxiy ekan, madem degani shundoq botirkan, mahrin degan bak kelishibdi, bak chiroyli ekan degan mushu maqtash. Undan boshqa yemak ichmak, kiyim kechak, turolg'u joy, osmonni koinot, ya'ni Alloh taolo deganda yulduz deganidek barliq narsalarni hammasi o'ylasa, shuna o'ylasak, mushu maqtash. Biz zohir tarafdan ishlar donilgan bo'lsakmi, lekin bu maqtashniki asli mohiyati kim xos? Allohga. Allah'la şunu qarab biz andikin, muş zatın özünü, muşun nesli özünü muştah yaratkan diken, bu zatın yaratkan zatın özü resmi nimiken, bunun da neçhesse yukarıken. Eğer o zatın özü de bunda bir nesli bulmagan bolsa, uçağınızda ma derse, şu zatın özü de ma nesli bulmagan bolsa, ben mevcudattaki nesli bulanmaydı. Bunda o ki bu boğan nesli nimiken, şehlikken. Şehlik boğan diken, ma'lum bir muddat ashtaxoni unib yo'qolib ketgan. Ammo bu zotning o'zi, Alloh bo'lgan zotning o'zi shu xil sifatniki ta'sir olgan osh nazkarahnini bu yo'qolib ketsa, bir yerda, bir yo'qolib ketsa, mushtaq zanjir samon yaratgan tortib, mushtaq qotgan ekan, bu zotga olgan osh sifat, osh qilg'i Allohning shunda katta ekan degan gapni cho'p chiqadi. Bu chiqadi. Mana Alloh taolo shu odamga shu sifatni o'zi yaratib, unga in'om qilib, ihson qilib bermasa, masalan, hammada hozir nimasi bor? Hammadan shundoq chiroyli 18 yosh, 17 yosh kirgan qiz bolalar ashlab bo'lsa bor. Hamma erkakning shu 20 yosh erkakda bo'lsa, mushtaq chiroylimiz hech qanday pulmay, badalini shundoq chiqib kelib, mushtaq bo'lsa, hammadan pul shundoq pulji bo'lsa, hammadanki shundoq mana nima olim bo'lsa, hech qanday bir odamning dod unda binas bilmaydigan, unda bo'lsa yo'q. Mana mushunda bo'lib turgan ashta bir adam manda, bir adam, men bir adam manda bo'lgan ekan,
Yani demek eğer imkan bo'lgan bo'lsa, o'zi qo'liga solgan, o'zi shunday qiladi. Unda bo'lmagandan keyin, yani demek bu zat, bu narsa yaratayotgan zatniki o'ziniki kuchi favqulodda yo'q ekan, ham buni bir odamning bir opidan yo bir erdan, ota onadan tug'ilgan ixtiyor yo'q. O'zi ixtiyorli ish emas. Mokkada dunyoga kelib qoladi. Kelib bo'lgandan keyin pishman qilib deb hozir bizim Uyg'urlarning ichida bani ahmoqlar. Xudoyim men nemish Uyg'ur qilib qo'ygan meni deb. Hani yine bazı adamlar ata-anasının işte yani hıcır olup yani şundak adam akıl doğru kelmeyeli işte benim bu adam atam qalğan to. Başa balqa adamnikine atışı. Benim atam işte ben şunu tuğulup qalsam olmaydı deydigan dep. Eğer işte olur diye. Lekin bu işninki təhdidə bir zayıf koyatqan şu bunu idare qatqan bir kuş olğan ekan. Yani demek aş zatninki aştaq ikkədən bu zat beripdi. Bu zat boy qipti, bu zat kamiral qipti, man go'zal qipti, man chiroyli qipti, man tosh kiyishgan qipti, man tosh olim qipti, man cho dök qipti, man mustamlik xarligan qipti, an oliy jurnal qipti. Hammadan o'zining ixtiyori ish yo'q. Unda o'lkin mushu narsa qarab shu maqtashning hammasini deymiz shuna Alloh'a deymiz. Bu Allah kimdir? Bütün alemlerin özünü yaratıp, yaratıp, yaratqandan şu her bir mevcudat, her bir cüz'inin özünü yüzyıl lazım olan narsani qilish bilan birlikda nemilik uchun, nima uchun yaratgan bo'lsa, shu narsa uchun tarbiyalab shundoqcha etkib bo'lgan zot deydi. Masalan, hayvan şu, inson o'zi ishlatilgan, ishahmicho shu, pishmicho, kofir shu, mo'mincho, ashtoqcho qiladi. Meni qilgandan keyin meni bu e'tiborlar nima deganda bu e'tiborning o'zida bu Alloh tarbiyalagan bo'ladi. Masalan, biz bu vaqt bola deylik, opasi 9 oy turdi. Shu jarayonda ana Alloh